qiz bolani kichkinaligidan qo'liga latta berib, supurgi berib davay deymiz. Aslida juda ham yalqov erkaklarni tarbiyalaydigan onalarimiz. Bir umr buyruqni eshitib, buyruqni bajarishga majbur bo'ladi. Ketasan baribir qayergadir, kimningdir uyiga. Men hozir yiqilsam, meni orqamda hech kim bo'lmaydi. Ota-onam juda uzoqda bo'ladi. Birovning uyiga borib sen majbursan, xizmatchisan, xizmatda bo'lasan. Sen qiz bolasan va bu juda zo'r. Faxrlan bundan. Uyni yig'ishtirish kimning zimmasida? Qizning. Posuda yuvish, hammadan keyin oshxonani yig'ishtirish kimning zimmasida? Qizning. Ana shu qizlar aslida juda katta natijalarga erishadi. Biz mana shu yerda adashyapmiz-da. Toki onalar qizlarni shaxs sifatida ko'rmas ekan, toki onalar qizlariga tepadan qarab buyruq berar ekan, toki meni aytganim aytgan, seniki muhim emas. Men muhimman, sen muhim emassan deb qizini katta qilar ekan, bu oilada hech qachon garmoniya bo'lmaydi. Bu oilada hech qachon bir-birini eshitish, bir-birini tinglash, bir-biri bilan gaplashish bo'lmaydi. Muloqot bo'lmaydi bunday oilada. Qiz bola bilan shunchaki buyruq ohangida emas, vaqting bo'ladimi? Qila olasanmi? Imkoning bormi? Sendan iltimos. Mana shuni qilib qo'y, mana shuni olib ber. Iltimos, mana shuni qilib o'qigin, qarashi bor. Bo'ldi, olam guliston. Elementar munosabatni bilmasa, iltimos degan so'zni eshitmasa, faqat buyruq ohangida u bilan gaplashilsa, u ertaga hech qachon o'ziga ishonmaydi. Ishonadigan ayol bo'lmaydi. U ertaga hech qachon o'zini shaxs sifatida qabul qila olmaydi va u bir umr buyruqni eshitib, buyruqni bajarishga majbur bo'ladi. Biz mana shu yerda adashyapmiz-da. Odamlarni jinsiga bo'lib ular bilan munosabat qilishda, qiz bolani boshqacha, o'g'il bolani boshqacha, qiz bolaga kamroq, o'g'il bolaga ko'proq, o'g'il bolada ertaga bu mana bunday bo'ladi, bunda boshqacha bo'ladi deb, yoki bu birovniki, bu meniki emas, bu baribir ketadi degan tushuncha bilan katta qilganimiz sari biz aslida shaxsni emas, insonni emas, shunchaki o'ziga ishonchi past, keraksiz odamni katta qilamiz. Va u nima bo'ladi ertaga katta bo'lganda? Bu meni uyim emas deydi. Bilasizmi, juda ko'pchilik qizlar turmushga chiqganidan keyin, kelinlik uyga ketgandan keyin hattoki qizlik uyini uyim deb qabul qila olmaydi. Mana bu yerda kichkinaligidan bu seni uying emas. Sen baribir bu yerdan ketasan. Sen bu yerda vaqtinchasan degan programma yozib bo'lingan. Va u aslida bilasizmi, qiz bolalar shunaqa paytda shunaqa deyishsa nima qanaqa tasavvur qilaman? Uysiz, joysiz, hech narsasi yo'q odamday. U hech kim bu yerda ham kerak emas, ya'ni ketasan, u yerda ham u hali kerak bo'ladimi yoki yo'qmi katta savol. Qanchalik u yerga u muhim bo'lishi ham katta savol. U yerda u o'zini uyini, makonini topadimi juda katta savol. Ketasan baribir qayergadir, kimningdir uyiga. Qaysi uyga u, kimniki u, qani uning chegara, qani uning shaxsiy chegarasi? Biz hech bo'lmasa qiz bolaga, bolam, mana bu seni xonang. Mana shu seni xonang bir umr seniki bo'ladi. Nima bo'lgan taqdirda, qayerga borishingdan qat'iy nazar, ertaga turmushga chiqasan, sen birovnikiga borib yashaysan. Yo'q. Sen ering bilan birgalikda o'z uyingda yashaysan, sizlarning uyingiz bo'ladi degan tushuncha bilan unga shakllantiraylik va mana shu xona, hozir sen yashayotgan xona bir umr seniki bo'ladi. Undagi hamma narsa xohlaganingdek. Sen ertaga farzandli bo'lasanmi, mehmonga kelasanmi, xohlasang shu yerga ko'chib kelasanmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar bu seniki. Bu uyda sening haqqing bor. Bu uy seniki ham. Ana shu narsa bilan katta qilgan sari o'ziga ishonadimi? U qaytib kelmaydi bu xonaga hech qachon. Unga bu xona umuman kerak bo'lmaydi. U ertaga turmushga chiqib farzandlik bo'lgach o'zi kelib oyisiga aytadi, "Oyi, bu xonani nimadir qilinglar, turmasin, menga kerak emas" deydi kerak bo'lsa. Lekin hech bo'lmasa kichkinaligida shu ishonchni beraylik. Shu seniki, bu seni hududing. Sen har qanaqa holatda mana shu yerga ishonsang bo'ladi. Mana shu yerga qaytib kelish haqqiga, huquqiga egasan. Ya'ni qaytib kelish degani nima? Mehmon bo'libmi? Kelib yashabmi? Har qanaqa holat, har qanaqa vaziyat bo'ladi. O'zini mana bu yerda qanaqadir ishonch va bu orqada uni hech narsasi yo'qday emas. Shuning uchun men boya aytayapman-ku, qiz bola sen baribir bu yerdan ketasan, seni uying emas, seni uying boshqa joy bo'ladi deganimiz sari qiz bolaga shunchaki
havoda qoldiramiz uni. U havoda o'zini his qilmaydi. U go'yoki hozir yiqiladi, yiqilganda uni hech kim ushlab turmaydi orqasidan. Ana shunaqa ongsiz programma turadi. Men hozir yiqilsam, meni orqamda hech kim bo'lmaydi. Ota-onam juda uzoqda bo'ladi. Ota-onamning uyiga qaytish bo'lmaydi, chunki men u yerdan ketdim. U yerda menga joy yo'q degan tushuncha bilan. Qiz bolalarga mana shu majburiyat, birovning uyiga borib san majbursan, xizmatchisan, xizmatda bo'lasan. Sen umuman uxlamasliging kerak. Sen erta-yu kech faqat ishlashing kerak. Xizmatchini katta qilamiz. Shaxsni katta qilaylik, shunaqa vaqt keldi. Qizlarga investitsiya qilaylik. O'g'illarimizga qancha qilayotgan bo'lsak, teng shuncha qizlarga ham qilaylik. Agar sizni uyingizda bitta xona o'g'lingizniki bo'lsa, bitta xona qizingizniki bo'lsin shunaqa. Bir xil qarang, ikkalasini ajratmang, hech qachon yuziga solmang qiz bola ekanini. Sen qiz bolasan va bu juda zo'r. Faxrlan bundan. Senda juda ko'p aslida Qur'onda ham, islomda ham, davlat tomonidan ham senga juda ko'p imtiyoz berilgan. Seni juda ham ko'p e'zozlashadi har tomonlama. Sen zo'rsan, sen eplaysan, seni qo'lingdan keladi. Men senga ishonaman deb turaylik. Ana shu qizlar aslida juda katta natijalarga erishadi. Bilasizmi, men bitta narsani tushunganman-da, biz aslida juda ham yalqov erkaklarni tarbiyalaydigan onalarimiz. Va o'ta xizmatkor, o'ta chaqqon, har qanaqa ishga olovga otsangiz olovdan ham omon chiqadigan qizlarni tarbiyalaydigan onalarimiz. Qanday? Qiz bolani kichkinaligidan qo'liga latta berib, supurgi berib, davay deymiz. Supur. O'rgatamiz. Har qanaqa vaziyatda tirik chiqishni o'rgatamiz. Har qanaqa ovqat pishirishni o'rgatamiz. Xamirni yoyish deysizmi? Qop-qora bo'lib ketgan skоворodkani oqartirishmi, qo'llari qon bo'lib ketsa ham oqartirib o'tiradi. Dog'i umuman ketmaydigan kiyimni ham oqartirishni bormi, aslar bilan, boshqasi bilan o'rgatamiz. Hattoki tanasiga og'riqli bo'lsa ham qayerdadir uni xizmatga, mehnatga jalb qilib, mehnatni kichkinaligidan mehnatda katta qilamiz qizlarni. Seni qilishing kerak. Uyni yig'ishtirish kimning zimmasida? Qizning. Posuda yuvish, hammadan keyin oshxonani yig'ishtirish kimning zimmasida? Qizning. Dazmol qilish yoki kir yuvish kimning zimmasida? Qizning. Hamma narsa qizning. Hozir siz aytishingiz mumkin, nimaga uy ishlarini qilishi kerakmi yigit? Ha, men shunaqa deb o'ylayman. Meni uyimda shunaqa talab bor. Meni uyimda o'g'lim, ikkala o'g'lim ham kerak bo'lsa plisosni ham qiladi, kerak bo'lsa polni ham yuvadi, kerak bo'lsa posudani ham yuvadi. Hamma ishni qila oladi. Qilishing kerak. Nega? Ayolning qadrini tushunishing uchun. Bilishing uchun, bizning ham qadrimizni, qiz bolaning qadrini tushunishing uchun.